Ko'pchiligimiz sevib o'qigan o'sha Binafsha shu'lasi asarining muallifi Usoma Muslim 1977-yil 5-martda Saudiya Arabistonida tug'ilgan. Uning to'liq ismi Osama bin Muhammad al-Muslim. U jami 30 dan ortiq romanlar muallifidir. Uning ilk asari 2015-yilda Xavf qo'rquv nomi bilan chop etilgan. Bu kitobda yosh yigit haqida so'z boradi. Uning qo'liga g'ayritabiiy va taqiqlangan ilmlar yozilgan qadimiy kitob tushib qoladi. Bosh qahramon qiziquvchanligi sababli kitobni o'qiydi va o'zi bilmagan holda insonlar olami bilan jinlar olami o'rtasidagi eshikni ochib qo'yadi. U tirik qolish va o'z yaqinlarini himoya qilish uchun jinlar dunyosining qonunlarini o'rganishga, hatto ularning ba'zilari bilan ittifoq tuzishga majbur bo'ladi. Afsuski, bu kitob hali o'zbek tiliga tarjima qilinmagan. Agar bu kitob o'zbek tiliga tarjima qilingan bo'lsa, siz uni o'qigan bo'larmidingiz? Keyingi video qaysi muallif yoki kitob haqida bo'lishini xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring.